Meni shaytondan qo'rqitishdi. Shayton yomon deyishdi, u deyishdi, ziyonkor deyishdi, boshqa jinlardan qo'rqitishdi uni va meni Allohdan ham qo'rqitishdi. Men otamdan ham qo'rqdim, men o'qituvchimdan ham qo'rqdim. Ko'chada polisdan qo'rqdim, davlatdan qo'rqdim. Hamma meni qo'rqitdi. Masjidga boraman, imom qo'rqitadi, uyga kelaman, otam qo'rqitadi. Har doim bir qo'rquv bor. Qo'rqitish psixologiyasi. Sen aybdorsan, sen gunohkorsan, sen do'zaxsan, sen nadomat chekishing kerak, tavba qilishing kerak. Doimiy men sizda 3 kun yonimda tursiz. Har ko'rganda sizni qo'rqitishni boshlasam, sizni aybdor qilishni boshlasam, sizni xatolaringizni aytishni boshlasam, men bilan yana uchrashasizmi? Meni ko'rishni istaysizmi? Meni yonimga kelasizmi? Men bormaskanda turasizmi? Turmaysiz. Nega endi bizni bu masjidlarda yoki ilm dargohlarida bizni aybdor his qildirish u qadar muhim? O'shaning uchun hamma joy namozi ustiga aybdor biri o'laroq keladi va aybdor biri aybdor his qilgani joydan o'zini tezroq ketishni istaydi. Siz namozga bir aybdor o'laroq kelar ekansiz, u yerda ko'p qola olmaysiz. Inson psixologiyasi shunaqa.